Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan bel sohasidagi og'riqlar, ya'ni lumbalgiya, buning asosiy sabablari va uni qanday qilib dorisiz usulda davolash mumkin, shu haqida gaplashib o'tamiz. Bel sohasidagi og'riqlar, ya'ni lumbalgiya, buning asosiy sababi bel mushaklari hamda bel sohasida joylashgan iliolumbal boylamlar hisobiga kelib chiqadi. To'g'ri, bizda hozirgi kunda aytadi, belning og'rig'i asosan bel grijalari hisobiga kelib chiqadi deb aytishadi. Lekin aslida bel grijalarining kelib chiqishiga sabab bel sohasida joylashgan bel, yonbosh mushaklari, kvadratsimon mushaklar, belda joylashgan mushaklarning tonusining pasayishi ya tonusning oshishi hisobiga bel umurtqalari, demak, ma'lum bir tomonlama qiyshayib, ya'ni ma'lum tomonlama qisilib, beldagi disklar qisilishi hisobiga, ya'ni grijalar kelib chiqadi. Ya'ni asli beldagi mushaklar belning stabilligini ta'minlab beradi. Qachonki kuch ketadigan bo'lsa, belda grija kelib chiqadi. Bel og'riqlari bemorning qaysi holatida yuzaga kelishiga qarab, demak, turli xil usulda davolanadi. Masalan, kimdadir bel og'riqlari bemor harakatlanganda kelib chiqadi. Ba'zi bir bemorlarda esa bemor o'tirgan holatda bel og'rig'i bezovta qiladi. Ba'zilarda esa yotganda ko'proq bezovta qiladi, ba'zilarda har qanday holatda bel og'rig'i birdek bezovta qilib turadi. Demak, har bitta usul haqida gaplashib o'tamiz va asosiy sababi nima ekanligi va uni qanday davolash kerakligini gapiramiz. Agar bel og'rig'i bemor harakatlangan paytda qo'zg'alib, qachon bemor o'tirganda yoki yotganda bemor umuman bezovta qilmaydigan bo'lsa, bu og'riqning asosiy sababi oyoq sohasidagi orqa boldir mushagi hisoblanadi. Demak, bu mushakning nuqtasini ko'rsatib o'tamiz. Demak, boldirimizni orqa qismida mushak joylashgan bo'ladi. Orqa boldir mushagi. Shu mushakning hisobiga, ushbu mushakdagi trigger nuqtalar, og'riq nuqtalari yoki fatsial qisqarishlar hisobiga bunaqa bemorlar harakatlanganda bel sohasida og'riq bezovta qiladi. Demak, ushbu mushak yo'nalishi oyoq ichki egriligida tovondan oldingi sohadan boshlanib keladi-da, demak, ichki to'piqning orqa tomoni bo'ylab o'tib, boldirning orqa sohasi bo'ylab davom etadi to tizzagacha. Demak, bu mushakni biz trigger nuqtalar yoki o'sha fatsial qisqarishni yo'qotish uchun, demak, oyoqning ichki egriligi sohasidan boshlab og'riq nuqtani ketkazib boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda oyoq ichki egriligida tovondan ozgina oldingi qismiga o'tadigan bo'lsak, bosib ko'radigan bo'lsak, og'riq nuqta topiladi. Demak, bu og'riq nuqta aynan orqa boldir mushagining og'riq nuqtasi hisoblanadi. Bu og'riq nuqtani birinchi navbatda ketkazishimiz kerak bo'ladi. Bu barmoq yordamida yaxshilab bosib yoki bo'lmasam tirsak yordamida yaxshilab ezib, xuddi shu sohani og'riq nuqtani ketkazamiz. Keyingi navbat, demak, ushbu mushak ichki to'piqning, demak, tagida, past qismida o'tib boradi. Keyingi nuqta, demak, ichki to'piqning pastki qismini yaxshilab massaj qilib chiqamiz. Ya'ni ushbu mushakdagi trigger nuqtani ketkazamiz. Keyingi nuqta endi boldir suyagi boshlanadi. Boldirning orqa qismiga barmog'imizni, bosh barmog'imizni kirgizgan holatda oyoqni o'ynatib, mana pastga baland qilib o'ynatamizda, sekin-asta og'riq nuqtani ketkazib boramiz. Bu juda og'riqli bo'ladi, lekin shu ushlab turgan holatda oyog'ingizni o'ynatib borasiz. Toki tizza sohasigacha bo'lgan qismda, boldirning orqa qismiga mana barmog'imni joylashtirib chiqaman. Xuddi shunday qilib ikkala oyoqda ham bajarasiz. Bunda ushbu mushakda, orqa boldir mushagidagi trigger nuqtaga ketishi hisobiga bemorning bel og'riqlari kamayadi yoki kerak bo'lsa, agar buni uzoqroq davomda bajaradigan bo'lsangiz, butunlay yo'qoladi. Ikkinchi sababi, ba'zi bemorlarda bel og'riqlari bemor o'tirgan holatda kuchayadi. Yurganda nisbatan kamroq bo'ladi, yotganda pashti deyarli yo'qoladi. Qachonki o'tirsa, beli qaqshab og'rishni boshlaydi. Buning asosiy sababi, demak, dumba sohasida joylashgan katta dumba mushagi hamda dumbada joylashgan sakrotuberal boylamimiz bo'ladi. Ya'ni dumg'aza va o'tirg'ich do'mmoqchasi o'rtasida boylamcha bo'ladi. Bu o'sha dumbalar orasida joylashgan. Xuddi shu boylamning kuchini yo'qolishi yoki bo'lmasa katta dumba mushagining dumg'aza va yonbosh suyaklarga tutashgan joyi bor. Ushbu sohalardagi trigger nuqtalar hisobiga bunaqa bemorlar o'tirgan paytda og'riq belgi beradi. Ya'ni ushbu mushakning ishlamasligi hisobiga bemor o'tirganda bu katta dumba mushagi ostida noksimon mushak joylashgan bo'ladi. Noksimon mushak tagida esa o'tirg'ich nerv o'tgan bo'ladi hamda dumbaning o'rta va kichik dumba nervlar o'tgan bo'ladi. Qachonki, demak, katta dumba mushagida trigger nuqta bo'ladigan bo'lsa, noksimon mushak o'tirg'ich nervini hamda dumba nervlarini qishishi hisobiga bemorning bel sohasida og'riq qo'zg'aydi. Buni qanday davolaymiz? Buni davolash uchun aynan dumba sohasini remey yordamida qattiq qisib bo'ylaymiz. Bo'ylaydigan nuqta oshiq-moshiq bo'g'im sohasida bo'ladi. Oyoqni bukib yozgan paytingizda oshiq-moshiq bo'g'imni qo'lingizga topib olasiz va aynan shu sohada, shu sohani
Reme yordamida qattiq qisib bo'ylaysiz. Iloji boricha oxirigacha qattiq qisib bo'ylaysiz. Hamda ikkinchi sherigingiz bemor yotadi va ikkinchi sherigimiz tirsak yordamida dumba mushagimizning suyakka tutashgan nuqtalarini, mana yonbosh suyakka tutashgan hamda dumaza suyakka tutashgan nuqtalar yaxshilab tirsak yordamida ezib chiqadi. Ya'ni og'riq nuqtani ketkazib chiqadi. Bunda dumba mushaklari, katta dumba mushaklari ishlashni boshlaydi va bemordagi bel og'riqlari yo'qoladi. Endi ba'zi bemorlardagi bel og'riqlar bemor yotganda kuchayadi. Ayniqsa tungi paytda kuchayadi. Qachon quyosh botgandan keyin, qachon bemor uxlaydigan bo'lsa, kuchliroq bo'ladi. Kunduz ham bo'ladi, o'tirgandan bo'ladi, kuchsizroq darajada. Kechki soat kirishi bilan bemor yotganda beli juda qaqshab og'riydi. Xuddi kuni bilan charchab, tinmay ishlagan odamga o'xshab beli qaqshab og'riydi. Bunday bel og'riqning asosiy sababi boshdan chiqadigan adashgan nerv hisobiga va aynan adashgan nervning buyraklarga keladigan tarmog'i hisobiga kelib chiqadi. Chunki bel mushaklari uchun buyrak javob beradi. Qachonki o'sha buyrakda siydik yo'llarda shamollash bo'ladigan bo'lsa yoki boshdan chiqadigan qismdan adashgan nerv qisiladigan bo'lsa, bu tungi soatda belda qaqshoq og'riqlar beradi. Buni qanday davolaymiz? Buni davolash uchun eng avvalo boshdan chiqadigan adashgan nervni tonusni ketkazishimiz kerak bo'ladi. Tirigan nuqtani ketkazishimiz kerak bo'ladi. Buni o'tgan mavzuda aytib o'tdik. Quloq orqa sohasida so'risma o'siqchamiz bor. O'sha so'risma o'siqning orqa sohasiga qo'limizni xuddi shu ko'rinishga joylashtiramiz. Ikki tomonlama. Hamda yaxshilab massaj qilamiz. To og'riq kamayguncha 30 sekund 1 minut, balki undan ham ko'proq qilsangiz yaxshiroq ta'sir qiladi. Bunda bu adashgan nervni biz stimullash orqali buyrakda qon aylanishini tiklaymiz. Natijada buyrak o'zining shamollashini, yallig'lanish jarayonini o'z-o'zidan davolab boradi va bu og'riqlar kamayadi. Yoki yana ikkinchi qadamimiz esa buyrakdagi yallig'lanish jarayonini birorta o'sha giyohlar yordamida, masalan, buyrak choylar yordamida qo'shimcha davolaydigan bo'lsak, bu juda ham yaxshiroq effekt beradi. Va bunday bemorlarga iloji boricha tunda yotganda oyoqlarni ko'tarib yotish tavsiya qilamiz. Chunki oyoqlar ko'tarib yotadigan bo'lsa, adashgan nervning o'sha buyraklar sohasidan yallangan sohadan ajrash ehtimoli kattaroq bo'ladi va og'riqlar kamayadi. Endi yana 4-xil og'riq turlari bor. Bunday bemorlarda odatda og'riqlar o'tirganda ham, yotganda ham yoki yurganda ham bemorni bezovta qiladi. Bir xil bezovta qiladi. Va odatda bunday og'riqlar odatda belning yuqori qismida, ya'ni qo'rg'alarning ostki qismida joylashgan bo'ladi. Bunday og'riqlar ikki tomonlama yoki bir tomonlama juda qattiq bemorda og'riq bezovta qiladi. Bunday bemorlar bemorning holatiga bog'liq emas, qaysi holatda bo'lsa ham kuchliroq bo'ladi. Faqat bemor chuqur nafas olib ushlab turganda bunday og'riqlar nisbatan kamayadi. Nafas olib ushlab turganda bu o'sha bel sohasidagi og'riq kamayadi. Bu og'riqning asosiy sababi, demak, diafragma oyoqchalari hisobiga, diafragma oyoqchalari qisilishi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Buni qanday davolaymiz? Buni davolash uchun aynan qo'rg'aning pastki qismida to'shning xanjarsima o'siqchasi bor. Shu xanjarsima o'siqcha sohasi, ya'ni to'shning pastki qismidan ozgina yuqoriroqda, ko'krak bezlaridan pastki qismida remen bilan qattiq qisib bo'ylaymiz. Bunda ham. Ya'ni diafragmani ko'krak va qorin o'rtasidagi mushakni yaqinlashtiramiz bir-biriga. Qattiq qisib bo'ylaysiz. Hamda bemordan ko'krakdan chuqur nafas olish so'raladi. Bemor ko'krakdan chuqur nafas oladi. Hamda rivoksimon shaklida tez-tez nafas chiqaradi. Ya'ni ko'krak shishadi. Remen qattiq qisilganligi hisobiga ko'krak kengaymaydi, diafragma nisbatan yig'iladi. Va bemor rivoksimon tez-tez nafas chiqargan paytda diafragma qisilgan oyoqchalari bo'shashadi va bu og'riq tezda yo'qoladi. Bu 4-xil og'riqlar. Ba'zi bemorlarda bel sohasidagi og'riqlar odatda bitta nuqtada bo'ladi. Ya'ni belda odatda ikki tomonni ushlab qaraydigan bo'lsa, ikkita chuqurchaga qo'lingiz ilinadi. Aynan yo o'ng yo chap tomondagi chuqurcha sohasida odatda ba'zilarda bel og'riq bezovta qiladi. Va bunday og'riqlar ham odatda tungi soatlarda bemor yotganda kuchliroq bo'ladi. Bitta nuqtada og'riq bo'ladi. Bu og'riqning sababi belda joylashgan ilial lumbal svязка, boylamcha bor. Xuddi shu boylam hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, bu og'riqni yo'qotish uchun qaysi tomonlama belda og'riq bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu tomonlama plevra gumbaz diafragmamiz bor. Ya'ni bu plevra gumbaz diafragmamiz, trapetsiyasima mushagimiz hamda umroq suyagi o'rtasida chuqurcha bor. Aynan shu chuqurcha sohasiga bosh barmog'ingizni kirgizasiz. Qo'lni yelka kengligida ochamiz, boshni qarama-qarshi tomonga buramiz hamda barmog'imizni chuqurroq har nafas olib chiqargan sari chuqurroq kirgizib boramiz. Bunda qo'limiz, barmog'imiz plevra gumbaziga borib tegadi va plevra gumbazdagi qisilgan nuqtalar ochiladi. Natijada
plevra gumbazini ishlashi hisobiga iliolumbal boylam, bel sohasidagi iliolumbal boylam ham bo'shashadi, beldagi og'riqlar ketadi. Demak, bunaqa og'riq ketgani uchun nima aytdik? Shu tomonlama, qaysi tomonlama bel sohasi og'riq bo'ladigan bo'lsa, shu tomonlama plevra gumbaz diafragmasini barmoqlar yordamida bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bemorlarda odatda yana bir bel og'riqlari bor. Belni ikki tomonda mushak bor, kvadratsion mushak deymiz. Aynan kvadratsion mushak sohasida, ya'ni belning pastki qismida, pastroq o'rta va pastki qismida va bel umurtqasining yonginasida og'riq bo'ladi. Bunday og'riqlar ham odatda bemor o'tirsam, yotsam, yursam umuman yo'qolmaydi. Bir xil holatda bezovta qilib boraveradi. Odatda bu turdagi bel og'riqlarda bu og'riq odatda son sohasiga ham og'riq beradi. Odatda bunaqa bemorlar sonni ko'tara olmaydi yaxshi, ya'ni son sohasida ham og'riq bezovta qiladi. Bu turdagi og'riqning sababi yo'g'on ichak, ya'ni appendix sohamiz bor, o'sha appendix sohasi hisoblanadi. Chunki kvadratsion mushak, beldagi kvadratsion mushagimiz ileocecal klapan bor, ya'ni o'sha appendix sohasi bilan bog'langan bo'ladi. Qachonki ileocecal klapan, ya'ni o'sha appendix sohasida demak qisilish bo'ladigan bo'lsa yoki shu klapan ishi buziladigan bo'lsa, bu ham belga og'riq beradi va qo'shimchaga son sohasiga ham og'riq beradi. Bu turdagi og'riqni ketkazish uchun ileocecal klapan topib olamiz. Bu klapanimiz demak qaysi tomonlama og'riq bo'ladigan bo'lsa, yonbosh suyagimiz bor. Mana oldinda ushlab qaraydigan bo'lsa, suyak o'sichamiz bor, hamda kindigimiz bor. Xuddi shuni o'rtasida, iloji boricha pastroqda, shu oldingi yonbosh suyagining pastki qismida joylashgan bo'ladi va xuddi shu sohani qo'limiz yordamida yaxshilab massaj qilamiz. Bemor yotgan holda joylashadi va xuddi shu soha qattiq massaj qilinadi. Bunda ileocecal klapanda biz klapan darvozasini ishlatishimiz hisobiga bel va oyoqdagi og'riqlar butunlay yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar.